Bugungi namoyishda sliva pisardi. Ya'ni ko'pchiliginglar bilasizlar, sliva daraxti bor va bu daraxtni dekorativ ko'rinishi. Ammo bu daraxtimiz ham hozir kunda berib turibdi. Bu hosilni yesa bo'ladimi yoki yo'qmi? O'zingiz Grandifloraga kelib sinab ko'rsangiz bo'ladi. Men bu narsani qilishga jur'at qila olmadim. Bu qo'rqqanimdan emas, balki bu daraxt yonidan ko'rsangiz shunaqangi chiroyli turibdi. Uni stvollari shunaqangi baquvvat va qo'liga shunaqa chiroyli vid beradigan narsani ko'rinishini nimadarini tatib ko'rib buzgim kelmadi. Siz buni Grandiflora do'konlarida 7 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Ekrandagi raqamlar bilan bog'lanib, baraka qilib, yana ham arzonga balki tushira olasiz. Balki sizni qo'lingizdan aynan shu ish keladi. Bundan tashqari boshqa dekorativ daraxtlar va landshaft xizmati pod ключ Grandiflora tomonidan ta'minlab berila oladi. Siz aloqaga chiqsangiz bo'ldi aka. Qiziqarli bo'lsa, ekrandagi raqamni yana bir marta sizga eslatib o'taman. Aloqaga chiqing yoki pastda izohlarda plus qoldiring. Eng qiziqi bo'lsa, Instagram sahifamizga o'tib, to'laqonli hamma videolarni ko'rib chiqing va bizani boshqa assortimentlar bilan, narxlar bilan tanishib chiqqan holatda boshqa do'konlardan farqimizni o'zingiz ko'ring.